أول مرة قلبه يا أبنين بلاي O'rtoqlar, hamma shundan boshlandi. O'zimcha salom o'rtoqlar, bugun remont ikkinchi qismi deb video olmoqchi edim, qo'lim archaq bo'ldi. Bu katta sarg'arga allergiyam borligi uchun hamma joyimga toshma toshib qitishtirishni boshladi. Vaqtimga turmush o'rtog'im vrachlik uchun oz kelib ukollarni qilib, dorilarni ichirib, holatim yaxshiligini ko'rib ketgandan keyin men ham jim o'tira olmadim, boshqa ishlarni boshlab yubordim. Shu desanglar, oshxonamiz kanalizatsiyasini asfalt olib o'tilgan bo'yicha beton qilmasdan qolib ketganda, shu beton qilish qo'limdan kelarmikin deb ozgina sement olib kelib, loyqa olib beton qo'yib ko'rdim. Qarasam, eplaydiganga o'xshayman. Balosan, Hanifa dedimda, beton qo'yishni ham boshlab yubordim. Sementim ham naqd 1 yillik sement ozgina qatib qolgan ekan, maydalab loyqa olib, betonni ham eplab tashladim o'rtoqlar. Betonni ham quyib bo'lganimdan so'ng ishga yo'l oldim. Bitta-ya, yana qanaqa ish deysizlarmi? Ha, o'rtoq, men ishim shunaqa, xohlagan kunim, xohlagan vaqtimda borib ishlasam bo'ladi. Ya'ni, tumanimiz markazidagi Oltin asri tilla do'konda SMM mutaxassisi bo'lib ishlayman. Nega endi aynan Oltin asri? Chunki u yerda eng nozik, didli ayollar uchun taqinchoqlar sotadi. Judayam fibr ko'p va eng saralari Oltin asrida. Sizga ham agar tilla taqinchoqlar kerak bo'lsa, Oltin asridan olishingni maslahat beraman. 2 soatga qolmasdan ishlarimni bitirdimda uyga yo'l oldim. Uyga kelsam mehmonlar keladigan ekan, sekingina oshlarni qovurib, suvini ham quyib qo'ydim. Bu yog'iga ulgurmay qolmay deb videoga ham ola olmadim. Mehmonlar kuzatib bo'lib, oxirida chiqqan idishlarni videoga olib qo'ydim. Shunaqa qilib bugungi kunim ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizga ham qishloqdagi SMMchi kelin hayot qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.